Massaj haqidagi eng to'g'ri ma'lumotlar 1 minut ichida. Agar sizga kimdir umurtqa grijasini faqat massaj bilan davolab beraman deb karillasa, iltimos qiling sal pastroq tushsin. Chunki massaj simptomatik davo muolajasi hisoblanadi. Shuning uchun eng tajribali massajist sizga eng zo'r masajni qilsa ham kasallikni etiologiyasi bilan, ya'ni kelib chiqish sababini bartaraf qilish imkonsiz. Massaj sizga foyda qilganini bilishi eng oddiy belgisi bu tiniqib uxlash. Agar siz massaj olganingizdan keyin stress chaqirgan charchoqlardan qutulib, tiniqib, qotib maza qilib uxlasangiz, demak massaj sizga foydali bo'libdi. Massaj effektivniy bo'lishi uchun uni kurs qilib olish kerak. Kamida 10 ta 12 ta seans ketma-ket olmasangiz yaxshi rezultat bo'lmaydi. Bu gap ham noto'g'ri. Agar siz massajni 2-3 seansidan keyin tanangizda yengillik his qilmasangiz, siz katta ehtimol bilan 10-12 seansdan keyin ham hech qanaqa yengillik sezmaysiz. Bu videoni kimga jo'natishni o'zingiz bilasiz.